Bankdan olaman Telegram va YouTube kanali uchun Yunmin tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Hammaga salom. Bu Jayhobning ikkinchi klipi. Biz ot qo'yish klipini suratga olyapmiz. Bu juda sensatsion. Agar buni bunday qilsak, kulgiliroq ko'rinyapti. Biz birinchi navbatda ikkinchi misrani suratga olamizmi? Birinchi qatorni. Biz bu mashinalarni barchasini yoqib yuboramiz. Arson qo'shig'ining nomiga sodiq bo'lib, hammasini yoqib yuboramiz. Va ulardan qolgan kullar bilan birga sahnada mening izim ham ko'rinadi. Agar diqqat bilan qarasangiz, u yanada yaxshiroq ko'rinadi. Unda hayotiy tarix ham bor. Bu diqqat qilish kerak bo'lgan narsa bo'ladi va biz buni suratga olamiz. Va bu yerda, ya'ni sahnada his-tuyg'ularim bir-biriga o'xshash bo'lmaydi. Menimcha men bu yerda ko'proq harakat qilishim kerak, to'g'rimi? Mana bu yerda boshqacharoq qilish kerak, dedi direktor aylanib o'tib. 2 men tugatib qolgan edim. Shu yerda paydo bo'lamanmi? O'ylaymanki, biz buni yaxshi qilamiz. Yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Diqqat butunlay menga qaratilgan, to'g'rimi? Va biz buni hammasini bir suratda qilamiz. Shuning uchun ham barchasi bir joyda, ya'ni bir yoyda to'planadi. Shuning uchun ham hammasi belgilangan. Nimadir kerak o'sha daqiqani ajratib turish uchun. Men buni sinab ko'rdim va yaxshi bo'lishiga harakat qildim. Imo ishoralar va ifodalar bilan. O'ylaymanki, men ancha yaxshi harakat qildim. O'zimni qanday ifodalaganimga ko'proq ahamiyat bering. Yana bir marta qilamizmi? Ha, yana bir marta oxirgisi. Bu yaxshi ko'rinadi. Ha, yaxshi. O'ylaymanki, men his-tuyg'ularni to'liq ko'rsatib bera olaman. Lekin juda qiyin ko'rinyapti. Men buni ustida biroz ko'proq ishlashim kerak va detallarga ahamiyat berishim kerak. Ammo katta rasmga qarasangiz, men bu rasmdan juda mamnun bo'ldim. Va direktorga va ko'pchilik xodimlarga bu narsa yoqdi. Va bu menga biroz taskin berdi. Qanday bo'libdi? Menimcha kerakli narsani oldik. Menimcha biz eng yaxshi daqiqalarni qildik. Bu eng zo'ri bo'ldi. Bilasizmi, bir martalik suratga olish bu oson emas. Ko'p narsa to'g'ri ketishi kerak. To'plam, men, harakatlar, kamera. Ha, to'g'ri, ob-havo ham. Chunki biz tashqaridamiz. Yaxshi zarba berish uchun bularning barchasi yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu biroz qiyin. Ammo shunga qaramay men harakat qilyapman. Voy, men qo'rqib ketdim. Hamma narsaga o't qo'yish vaqti keldi. Hammasi yonib ketadi, xuddi arson qo'shig'i kabi. Qanday qilib bu qo'shiq nomini o'ylab topdim? Bu uncha katta ish emas. Men nima haqida qaror qabul qilishim kerak? Oldin bir marta tayyorgarlik ko'rib olishim kerakmi deb o'yladim. Nima, umuman harakat qilmasligim kerakmi? Bir nechta imo ishorami? Ha, shunchami? Ha, oxirida mana shunga o'xshash narsa qilaman. Kelinglar, qani ketdik? O, xudo, men yaxshi ishlayman deb umid qilaman.
Xo'sh, bu yaxshimi? Bu og'ir yuk mening yelkamdan ko'tarilganga o'xshadi. Agar direktor bunga rozi bo'lsa, atrofni mana shunday tozalaymiz va men bunga rozi bo'laman. Ha, bu eng muhim sahna. Yong'in boshlangan paytda olinadigan sahna. Aslida buni bir marta bajarishimiz kerak edi, lekin bir martada o'xshamagani uchun yana bir marta qilmoqchimiz. Bu safar u yaxshi bo'ladi. Umuman olganda, menimcha men odamlarni diqqat markazida bo'lish uchun yetarlicha ish qildim deb o'ylayman. Shunday ekan, men o'zimni qoniqarli his qilyapman. Effektlar, qo'shimchalar va kaskadyorlar ular bu borada juda ko'p harakat qilishdi. O'ylaymanki, barchasi yaxshi bo'ladi. Ishonchim komilki, men qattiq ishlashda davom etaman. Mening yuzimni ko'ryapsizlarmi? Oh, haqiqatdanmi? Bu qo'rqinchli ko'rinmayaptimi? Bu haqiqatdan ham yana ko'rishim mumkinmi, ko'raychi? Hoy, shoshmang, nega mening yuzim bunaqa qiyshiq ko'rinyapti? Aslida buni suratga olishimdan oldin tekshirishim kerak edi. Bu sizga xalaqit bermayaptimi? Yana 3 ta qilasizmi? Yo'q, bu muammo emas, bu yaxshi turibdi. Odamlardan xavotirdaman, kim meni ushlab turadi? Buni qayta olamizmi? Ha, bu yaxshi, ha, yaxshi. Mana shundaymi? Ha. Yana biroz chiqa olasizmi? Voy xudoyim, bu juda jiddiy. Men qasam ichamanki, bundan keyin albatta dush qabul qilaman. Boshimni biroz ko'tarsam bo'ladimi? Qanday ko'rinyapman? Yaxshi ko'rinyapmanmi? Bu yaxshi ko'rinyapti. Yo xudoyim, rostdan ham bu suratga olish tugatdikmi? Voy, haqiqatdan ham biz ishni tugatdikmi? Hammasi bajarildi. Sizlarga katta rahmat. Rahmat, barchangizga rahmat. Ajoyib ish bo'ldi. Men kulishdan boshqa ilojim yo'q. Biz nihoyat suratga olish jarayonlarini tugatdik. Ha, biz haqiqatdan ham ikkinchi klipni tugatib oldik. Bugun men juda ko'p narsalarni sinab ko'rdim va biz bugun juda ko'p suratga oldik. Shuning uchun ham men o'zimni biroz charchagandek his qilyapman. Haqiqatdan ham charchadim va energiya zaxiram tugadi. O'ylaymanki, biz ajoyib klip suratga oldik. Va men bugun juda ko'p yangi narsalarni sinab ko'rdim. Shunday qilib, men suratga olish paytida faqat zavqlandim. Men bularni barchasini ilk bor sinab ko'rdim, kiyimni ham. Hammasi qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Menimcha men buni ko'rishni kuta olmayman. O'ylaymanki, bu armiyaga juda ham yoqadi. Mening yangi Jax in the Box albomim More nashridan oldingi sarlavha treki edi va bugungi qo'shiq ham. Men ularni ustida juda qattiq ishladim va butun qalbim bilan buni yaxshi bo'lishiga harakat qildim. Ko'p jihatlardan ishtirok etdim.
va qaysidir ma'noda bu men uchun sinov bo'ldi. Bu ajoyib imkoniyatga ega bo'lish va yangi narsalarni sinab ko'rish men uchun juda mazmunli daqiqalar bo'ldi. Va umid qilamanki, buni bari juda yaxshi bo'ladi. Va Armi uchun ham yangi albom. Iltimos, uni eshitib zavqlaning va unga butun mehringizni bering. Katta rahmat. E'tibor uchun katta rahmat. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa esa uzr so'rayman. Siz bilan yunming bo'ldi.